Guan Yu Zhang Liu Bei'den ayrılıp gitişini oylap bakkan mı, oylap bakmagan mı? Üç padişahlıqni ko'rgan do'stlar bilimiz, şu Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei üçüsü bir-birisiga ajoyib sodiq. Shu kinoni ko'rganlar, yoki bo'lmasa shu kinodagi personajlar bo'lsin, shu tarixdagi kishilar bo'lsin, asosan bularni hargiz bir-birisidan ayrilmaydi deb o'ylaydi. Amaliyotda shu uchisininki ayrilib ketishni o'ylagan vaqti bor. Yana bo'libmi shu Zhang Fei'ninki Liu Bei, Guan Yu'lardan ayrilib ketishni o'ylagan vaqti bor. Qaysi vaqt degan vaqtda bular yangi tanishib, qo'shin yig'ib, shu seriq yog'liqlar qo'shinni mag'lub qilish uchun jang otlangan vaqtida o'ylaganidek jang to'yib ko'sti, bular seriq yog'liqlar qo'shinni mag'lub qildi. Ham bu yerda jang maydonida bular Dongzho'ga uchrab qoldi. Bu vaqtdagi Dongzhou nihoyat cho'ng amaldor. Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei'lar kichikli bir o'zi quriliblam chiqqan, hech qanday nom berilmagan, hech qanday bir amal berilmagan kishilarda hem şu vaqtda Dongzhou bularninki ahvolini so'rab, bularning ajoyib bir tuvan tabiqadan chiqqan, shu dehqonlardan chiqqan bir jangchilar ekanligini bilgandan keyin bularni nihoyatda mansitmagandek, yaratmagandek ish qildi. Agar sizlar ish o'rin topolmagan bo'lsanglar, mening qo'l ostimga kirib ishlanglar. Seriq yog'liqlar qo'shinini tugitib bo'ldik. Padişahninki xizmatini qildi degandiki, Liu Bei buldu deb qo'shildi. Dongzhou bilan birga ketmoqchi bo'ldi. Orduga to'yib ko'rsatmoqchi bo'ldi da ishlab. Ammo shu vaqtda Zhang Fei unumaydi. Bu Dongzhou'ninki shu qilmishlarini, ya'ni o'ziga qilgan haqoratlarni qat'iy qabul qilinmaydi. Shuning bilan bu nima deydi desa, agar Dongzhou'ga ergishdigan ish bo'lsa, men bormayman. Bo'ldi, men yurtimga qaytib ketib, yana qaytib dukunimni ichib, sodamni qilaman. Bo'lmasa, sizlar bormanglar degandan keyin Liu Bei shuning bilan qarab ketib, biz okean uchaylan ayrılmaslıkka vədi berişken. Onda olsa bizmi onun yanına barmayla deb üçüsü 3 atını minib cahankezlikka chiqib ketdi. Demek şu hikoyadan biz nimani es qila olamiz degan vaqtda amaliyotda hozirgi shirkat korxonalar qaraydigan bo'lsakmi, nurg'un ba'zi bir xo'jayinlar o'zininki shu men xo'jayin degan nomiga tayinib ba'zi bir xodimlarni bek tutib olayman deb o'ziga ishlab ketdi. Amaliyotda siz xo'jayin bo'lgan bilan unchalik cho'ng nom beranmisiniz? Qo'l ostingizdagilarga. Eng muhimi iqtisod nom beranmisiniz, ularni sizga ergishishni ataydi. Shunga xo'jayinlarningki qo'l ostidagilarni tutib qilishida eng muhim usul nima degan vaqtda munosabatni yaxshilash va uzun muddat shu xodimni parvish qilish. Shu orqali demak uzun muddatlik bir-biriga sodiq bo'lgan xizmatdoshlik va xo'jayinlik holatini paydo qildi. Üç padişahlıqdagi shunga o'xshash texim ko'p sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, texim sarxil mazmunlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, qo'shib belgisini besib, meni qo'shib oling. Üç padişahlık oid darslikni olmoqchi bo'lsangiz, ostlik ulanma orqali men tayyor so'zlab qo'ygan darsni anglab olsangiz bo'ladi. Agar do'stlarning ichida nutq o'rganish, so'zlash qobiliyatini oshirish orzusi bor do'stlar bo'lib qolsa, bizningki maxsus izdan nutq risolasi material bor, nutq o'rganishga eng yaxshi yordamchi bo'la oladigan. Mushu material orqali o'rganishni o'ylashib boqsangiz bo'ladi. Agar lozimlar bo'lib qolsanglar, ayrimxonaga uchur qilaman.